Barcha kutgan va barcha so'ragan mavzu old ochilishi aynan shunaqa bo'lgan libosni o'rgataman. Har doimgidek ishni sotuvdagi andazamni kopirovka qilishdan boshlayman. Yelkadan 19 sm o'tib belgilang. Yelka uchidan chapga esa 4 sm o'ting. Shu 19 sm dan ichkariga 2 sm kirib, nuqtalarni birlashtiring. Tayyor bo'lgan andazani matoni 2 ga buklab 1 sm choy haqqi berib bichib oling. Shu holga kelib qolgan bichimga old planka o'rniga zborkalik bichim taxlaymiz. Bo'yini 40 cm, enini 10 cm qilib 2 ga buklab dazmollang. Endi esa mashinkani 5 chokiga qo'yib, ya'ni eng katta chokda 2 talik strochka bering. Strochkalar orasini 0,5 cm qiling. Ikkita ipni bir qilib ushlab, bir xil zborka bering. Tayyor bo'lgan zborkani old ochilishini o'ng tarafidan qo'yib, aynan ikkita ip o'rtasidan tiking. Shunda zborka bir xil chiqadi. Zborkali plankani burchakdan 1 cm o'tib zakrib berib tugating. Tayyor bo'lgan plankalar shu ko'rinishga kelib qoldi. Burchakni orqa tarafidan ikkala burchakka 0,2 ga yetmasdan qirqing. Shunda burchak chiqishi nihoyatda to'g'ri chiqadi. Endi esa burchaklarni osongina bir-biriga kiritib, orqa tarafidan zakrib berib qo'ying. Shu kabi eng kerakli mavzularni ko'rishni xohlasangiz, kanalimga obuna bo'ling. Xohlagan fazoningizni bemalol bichishni xohlasangiz, onlayn kursimda o'qing. Kurs va andazalarim uchun esa Telegram orqali murojaat qiling. Tayyor holatini ko'rishingiz mumkin, qanaqa chiqqanini. Bu usul orqali har qanday libosga ham bemalol foydalansangiz bo'ladi.